Bo'ldi. Bormi? Bir minut aka. Bo'ldi, tezroq tushir. Tezroq ochilishimiz kerak. Xo'p. Keling aka, xizmat. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? 2 yil oldin olgan pulingizni so'rab keldim, 5 millionlar. Qaysi qarz aka? Sizdan qarz oldimmi? Uka, 2 yil avval 5 millionlik pul olgansiz. Berasizmi? Ha, 2 yil avvalgi 5 ming dollar so'rayapsizmi? Ko'ryapsiz aka, do'kon ochyapman. Hozir pulim yo'q. Pulim bo'lganda beraman. Uka, pulim kerakligi uchun so'rayapman. Aka, pul yo'q deyapman sizga. Boring, yo'lingizdan qolmang. Mayli uka, hozir bermadingizmi? Qiyomatda olaman. U yerda pul emas, savobdan hisoblashamiz. Boring aka, yo'lingizdan qolmang. Keting. Uka, bekor qildingiz. Birovda haqi bilan ochilgan magazinda baraka bo'lmaydi.